Meni qiyin kunimda yonimda turgan qizga qanday siz Yo'q, gap yo'q uni. Hamma intervyuda siz qizni uyiga borasiz. har yil bo'li xijolat siz xotiningizga beradigan mehnat Siz efirda. uyga borasiz, domla o'tiradi, ha? To'g'ri, domla bo'ladi. Siz va'da berasiz qaynatingizga, qaynanangizga. U domla guvohligida, lekin Alloh uchun Va'da Va'da beriladi. Siz ham qizingiz bormi? yo'q, 4 o'g'il. 4 manda 3 ta qiz. Bitta qizni katta qilish, o'g'il bolani katta qilishdan azob. Mana yaqinda qizimni oyog'i sinib qoldi, katta qizimni. To'g'ri, gipsda tuzaladi, uni ko'rib. O'rtancha Aziz opa deganimiz zreniyasi past chiqdi. O'sha doktorga har kuni boramiz, istoriyalchilar ham qo'yaman. Uni yaxshi ko'radi odamlar. Aziz opa juda ham. Endi o'ylayman, siz qiynalib katta qilasiz, yuragingizni bir parchasini shunday katta qilasiz, kimdir olib ketadi. Urib, so'kib, janjal qilib, haydab olib, ustiga boshqasini olib kelib olib. Nomard ishi bu. Unaqa nomardlar ko'p-da. Bo'lmas, endi unaqa qilsa deyman-da. Siz xotinni xafa qilganingizni biling. Siz qayna-qaynotangizga ham noto'g'ri qilgan bo'lasiz. Ularning oldida ham